So'nggi kunlarda Xiaomi kompaniyasi o'zining yangi yirik krossoveri haqida bosqichma-bosqich ma'lumotlarni oshkor qilmoqda. Dastlab ishlab chiqaruvchi avtomobilning tashqi ko'rinishi va salonning ayrim qismlarini namoyish etdi. So'ngra esa modelning rasmiy nomini e'lon qildi. Yangi avtomobil Sky Nomad N90 deb nomlanadi va u asosan oilaviy safarlar, uzoq masofali sayohatlar hamda 3 qator o'rindiqlardagi barcha yo'lovchilar uchun yuqori qulaylikni ta'minlashga mo'ljallangan yirik 7 o'rinli SUV bo'ladi. E'lon qilingan suratlardan ko'rinishicha, avtomobil Xiaomi'ning avvalgi modellaridan sezilarli darajada farq qiladi. Agar kompaniyaning oldingi avtomobillari ko'proq sportcha va dinamik uslubda ishlab chiqarilgan bo'lsa, Sky Nomad N90 sokin, salobatli va deyarli premium darajadagi dizaynga ega. Shunga qaramay, Xiaomi'ning o'ziga xos uslubiy yechimlari, ayniqsa old faralar va old bamper dizayniga saqlanib qolgan. Shu bilan birga yangi modelning tashqi ko'rinishi Zeekr 9X flagman krossoverga o'xshashligi sababli ham muhokamalarga sabab bo'ldi. O'xshash jihatlar kuzovning umumiy shakli, to'g'ri chiziqlar, yirik yon panellar, tom qismi hamda orqa chiroqlar dizaynida yaqqol ko'zga tashlanadi. Biroq Xiaomi asosiy e'tiborni nafaqat tashqi ko'rinishga, balki salonning noodatiy va qulay tashkil etilgan ichki makoniga ham qaratgan. Sky Nomad N90 ning old qismi kompaniyaning o'ziga xos uslubidagi faralar bilan jihozlangan. Ularning dizayni Xiaomi VGT konsept karidagi optikani eslatadi va oson taniladigan yorug'lik naqshini hosil qiladi. Faralar yopiq old panel bilan uyg'unlashtirilgan bo'lib, bu avtomobilning old qismini yaxlit, zamonaviy va texnologik ko'rinishga ega qiladi. Old bamperning quyi qismi esa yanada sportchi uslubda ishlangan. U yirik havo kirish joylari va ifodali chiziqlar bilan bezatilgan bo'lib, buning natijasida katta oilaviy SUV haddan tashqari og'ir yoki qo'pol ko'rinmaydi. Yuqori qismining jiddiy uslubi bilan pastki qismining dinamik dizayni uyg'unligi bir vaqtning o'zida amaliy va nufuzli avtomobil izlayotgan xaridorlarni o'ziga jalb etishi kutilmoqda. Yon tomondan qaralganda kuzovning to'g'ri va deyarli kvadrat shaklidagi proporsiyalari darhol e'tiborni tortadi. Bunday yechim faqat dizayn uchun tanlanmagan. Tom qismining balandligi yo'lovchilar boshi uchun ko'proq joy ajratilganligini anglatadi hamda 3-qator o'rindiqlarni ancha qulay qiladi. Katta eshiklar yo'lovchilarning avtomobilga chiqishi va undan tushishini osonlashtiradi. Model ramkasiz yon oynalar bilan jihozlangan bo'lib, bunday yechim odatda sport yoki premium toifadagi avtomobillarda uchraydi. Shuningdek, yarim yashirin eshik tutqichlari ham qo'llanilgan. Shu bilan birga ishlab chiqaruvchi xavfsizlikni ham unutmagan. Elektr ta'minotini uzilib qolgan holatlarda foydalanish mumkin bo'lgan mexanik eshik ochish tizimi ham saqlab qolingan. Taqdim etilgan suratlarda avtomobil ko'p spitsali dizaynga ega yirik 21 dyumli g'ildirak disklari bilan jihozlangan. Ular avtomobilning salobatli o'lchamlarini yanada ta'kidlab, uning tashqi ko'rinishida qimmatbaho va nufuzli tus beradi. G'ildirak arkalari hamda kuzovning pastki qismi himoya elementlari bilan jihozlangan bo'lib, bu avtomobil nafaqat shahar ko'chalarida, balki uzoq safarlar uchun ham mo'ljallanganini ko'rsatadi. Orqa qism ham umumiy to'g'ri chiziqli dizayn uslubida davom ettiradi. Bagaj eshigining tik shaklida ishlangan salon ichidagi foydali hajmini maksimal darajada saqlash imkonini beradi. Eng diqqatga sazovor elementlardan biri halqasimon yorug'lik naqshiga ega orqa chiroqlar bo'ldi. Qorong'u vaqtida aynan shu optika avtomobilni uzoqdan ham oson tanib olish imkonini beradi. Sky Nomad 1,5 litrli turbo benzinli uzaytirilgan masofali, ya'ni ERV tizimi bilan jihozlanadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil 70 kWh katta sig'imli batareyaga ega bo'ladi va sof elektr rejimda 400 km dan 500 km gacha masofani bosib o'ta olishi mumkin. Bu tizim kundalik shahar harakatida deyarli faqat elektr energiyasida yurish imkonini beradi. Uzoq safarlarda esa benzin generatori batareyani quvvatlab, umumiy yurish masofasini sezilarli darajada oshiradi. Natijada avtomobil bir vaqtning o'zida ham tejamkor, ham uzoq yo'llar uchun qulay bo'ladi. Quvvat tizimida 112 kW quvvat ishlab chiqaruvchi 1,5 litrli turbo benzinli generator hamda 76 kWh sig'imli Katl batareyasi qo'llaniladi. Shu kombinatsiya evaziga avtomobilning umumiy yurish masofasi 1,5 km dan oshishi kutilmoqda. Sky Nomad N90 ning asosiy ustunligi uning tashqi ko'rinishi emas, balki salonidir. Ishlab chiqaruvchi ichki makonni bir vaqtning o'zida bir nechta maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan tarzda loyihalashtirgan. U odatiy oilaviy avtomobil, mobil ofis, dam olish hududi va hatto kichik kemping avtomobili vazifasini ham bajara oladi. Salon ichida tekis pol qo'llanilgan bo'lib, bu yo'lovchilarga o'rindiqlar qatori orasida erkinroq harakatlanish imkonini beradi. Baland markaziy tunnelning yo'qligi ayniqsa ikkinchi qator yo'lovchilari uchun muhim ahamiyatga ega. Natijada oyoqlar uchun ko'proq joy ta'minlanib, salon vizual jihatdan yanada kengroq ko'rinadi. Old panel minimalistik uslubda ishlangan. Uning markazida avtomobilning asosiy funksiyalarini boshqarish uchun mo'ljallangan yirik osma sensorli ekran joylashgan. Haydovchi qarshisida esa muhim ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri old oynaga aks ettiruvchi HUD proyeksion displey o'rnatilgan.
Kompaniya old yo'lovchi uchun alohida ekran o'rnatishdan voz kechgan. Ehtimol ishlab chiqaruvchilar old panelning soddaligi va ixcham dizaynini saqlab qolishni maqsad qilgan, hamda multimedia funksiyalarini markaziy displey va ikkinchi qator yo'lovchilari uchun mo'ljallangan ekranda jamlashni afzal ko'rishgan. Skynomad N90 ning bozorga chiqish sanasi hozircha rasman e'lon qilinmagan. Xiaomi kompaniyasi avtomobilning yangi suratlarini bosqichma-bosqich e'lon qilishda va uning texnik hamda funksional xususiyatlari haqida ma'lumotlarni asta-sekin oshkor etishda davom etmoqda. Skynomad N90 narxi haqida rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmagani sababli turli internet resurslaridagi taxminiy narxlarga to'xtalishni lozim ko'rmadik. Rasmiy taqdimot va narxlar esa yaqin kunlarda e'lon qilinadi.